Xo'sh do'stlar, hammaga salom. Bugun bizning videomizda Aleksandr Isakka full qilish videosi bo'ladi. Videoni boshlanishdan like bosib qo'yinglar va meni kanalimga obuna bo'lgan bo'lsanglar, obuna qo'yishlaringizni so'rab qolaman. Biz videoni boshladik. Emiliano Martinez ham ko'rib turibsizlar. 83 lik darajali Emiliano Martinez hozirgi paytdagi eng kuchli darvozabonlardan biri. Xudo xolasa buni ham keyingi videolarda full qilib olib chiqishga harakat qilaman. Avvalambor mana shu Isakka birinchi chiroyli qilib full qilishga harakat qilaman. Unda biz videoni boshladik. Ya'ni kuchaytirishcha. Ko'rib turibsizlar, 84 ga 80, 84 ga 82 Uskarina bilan tezligi, o'sha Uskarina bilan tezligini tepasidan 200 chiqarib va zarbasiga polniy beramiz. Xudo xolasa zarbasi 100 qilsa, normalniy sak bo'lar, anaqa full bo'ladi. Chunki ko'p nima desam bo'ladi, YouTuberlarda ko'rdim, Isak 92, 90 chiqib qo'ygan, tezliklarini 400 chiqargan. Xo'p, biz nima qilar ekanmiz, bitta ko'raylikchi. Qanday kuchaytirar ekanmiz. Xo'p. Demek polniy fisforma beramiz boshlanishiga. Bizda internet problemasi. Nu ketdi. Xo'p. Endi kuchiga cho'tta skorsiga endi beryapti. Albatta, keyingi videomizda qaysi futbolchini full qilish videosi bo'lsin, kommentariyaga yozib qoldirsanglar, men o'shani video harakat qilaman video chiqarishga. Xo'p, kelinglar, birinchi bo'lib ikkitalikdan berish kerak o'zi. Voy, nimaga kuchi bilan Vinicius'ga uchadi? Tezligiga tush Uskarina bilan. Xo'p, tezlik. Xo'p, hozircha bizda Isak 90 ga hali bitta anaqasi ham chiqmadi. Tezligi 90. Lekin yangilanishdan keyin Isak ham katta ehtimol 83 yo 84 bo'ladi, chunki hozirgi paytda bilib turibsizlar qanaqa zo'r futbolchi bo'layotganini. Gukers ham shunaqa. Xo'p. 91, 89, 85, 90. Normalniy ketyapti. Lekin Vinicius'da вообще kerak emas hozir Silvasi bilan. Lekin o'sha Silvalar ketib qoldi baribir. Uskarinaga yana tushdi. Vinicius. Uskarina yaxshi. Hozir men o'ylagandim, menimcha anaqa bo'lmaydi, full bo'lmaydi. Menimcha katta ehtimol 400 chiqarish kerak yo, menimcha. Meni ko'raylik. 94, 95 yaxshi. Yana tushib bermadi. Uskarina tushdi yaxshi. Yo'q. Silvasini ham 90 97 o'qib qopti, 100 ham qilamiz. Chunki g'alati o'qiladi, prorif yaxshi Uskarinasiga berdi. Uskarina yana bir bor. Skoros. Vinicius tushish shart emas, mayli tushdi. 90 dan o'zi ko'tarilmasa ham bo'ladi Vinicius. Chunki kerak emas hozircha. Xo'p, bizda bitta 100 chiqmadi hali. 99, 97, 100. Tezligini 100 qilib oldik. Uskarina setush, Uskarina. Yo, yaxshi Sila. Endi polniy Uskarina tushib bersa zo'r bo'lardi. Bitta Uskarina tush. Xo'p, yaxshi. Isakka, xo'p, skorsini 100 qildik, Uskarinani 100 qildik, Vinicius 91, kuchi esa 100. Bu normalniy, endi polniy tegiga beramiz. Qanaqa full bo'lar ekan. Xo'p, kelinglar, ikkitalikdan berib ko'ramizmi? Xo'p, ikkitalikdan berib qo'yadigan bo'lsam, hozir risk bo'ladi, chunki pasi bilan kontrol yomon tushib qolsa, lekin yomon. Yo, at bo'lmayachigami. Shuning uchun bittalikdan berib ko'ramiz, boshlanishiga. Esicho ikkitalik ham berib o'ramiz. 85 bir. Voy. Nimaga atborga tushasan? Yaxshi. Udarga tushdi. Ikkitalikdan beramizmi? Mana bismillah. Udar. Yaxshi, udarga tushdi. Xo'p, 93. 100 qilib bo'lmas ekan, lekin tan olish kerak. 95 ga ham chiqarib qo'ysang normalniy. Pasiga tushdi. Kontrol. Вообще omadsiz kuchaytirish lekin. Jigarlar ko'rib turibsizlar. Tepasidan 3 ta 100, 400 ham chiqarganim yo'q. Endi udarini men 100 qila olmayman deb o'yladim. Bo'lmadi. Hop, ko'rib turganinglardek
skorost 100, ускорение 100, вынос litr 91, kuchi esa 100. Men o'ylagandek yuk pul bo'lmadi, lekin albatta keyingi videolarimizda buni 5 ta 100 chiqarishga harakat qilamiz, chunki keyingi videolarimizda bu 84-85 reytinggacha chiqib qolar, xudo xolasa. Albatta videomiz yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat deganlar, sog' salomat bo'linglar.